Qaysi fanni yaxshi o'qiysiz? Qaysi fanni yaxshi ko'rasiz? Ey billa, qaysi fanni yaxshi ko'rasiz? Shu o'g'il bolalarni maktabda o'qigan o'g'il bolalarda bor-ku. Aytaymi, shu fizkulturadan boshqa yoqtirgan fani yo'q. Отвечаю gapimga. Yaxshi qaysi? Fanga bo'lgan qiziqish yo'qmi? Fanga qiziqish yo'qmi? Fanga qiziqish yo'q aka, fanga qiziqish yo'q. O'g'il bolalardan aytayman-ku, fanga qiziqish kimda bo'ladi? Fanga qiziqish haligi endi universitetda o'qigandan, haligi maktabdan keyin universitetda o'qib, o'zini ustida ishlab, biron bir kasb egasi bo'lib, o'qishga topshirganlarda fanga qiziqish bo'ladi. Maktab o'quvchilarida отвечаю, fanga qiziqish yo'q aka. Yo'q. Nimaga qiziqish? Nimaga qiziqish bor? Pulga qiziqadi, pulga, moshinga, telefonga, kompyuter o'yinlariga qiziqadi aka. Elementariy narsalar-ku, ber ekan, savolingizni qarang. Pulga qiziqish. Mana aytdim-ku, pulga qiziqadi, pulga.